Bugundan ish boshlasangiz eng kam 5 million savdosi bor. Tayyor oshxona biznesi sotiladi. Bu joyimiz Milliy taom Jet Cafe yo'nalishida yurgiziladi. Umumiy hisobda 35 kishiga mo'ljallangan va har kunlik o'zini klientskiy bazasi bor. Ya'ni Samarqand darvozada ishlaydigan ishchi xodimlar bu joyda har kunlik ovqatlanadi. Ya'ni to'lovlari перечисление va kunlik naqd savdoda bo'ladi va stabilni eng kamida 5 million so'm savdo va buni yana sizlar ko'tarsanglar bo'ladi. Oshxonasidagi texnikalarga keladigan bo'lsak, ikkita qozon o'choq, gaz plita, izgari, kotlet, sosiskalar pishirish uchun nержавейкаdan stol, stilajlari, duxovka pechkalari, vitrina холодильник, oddiy холодильникlar, вытяжной sistemalar, полный tutunlar tortib ketgani, bu tarafda friturnichalari, suv kanalizatsiyalari, xullas ishlash uchun hamma narsasi yetarli qilib qo'yilgan. Umumiy zalda kamera nablijeniyasi, konditsionerlari, post sistemalari qilib qo'yilgan. Shu joyda muhim ma'lumot, bu joydan tashqari ko'chaga ham ovqat sotsanglar bo'ladi, dastavkaga, ya'ni Yandexda uzun tezkorlar ulab qo'yib, savdoni 6-7 millionga olib chiqish uchun muhim strategiyalari realniy klientlarga o'rgatib qo'yiladi. Bu joy kimlar uchun? Oshxona temasini yaxshi tushunadigan pur akalar uchun. Sababi joy oldi qoshda yurmayotgan emas, realniy yurib turgan o'zini klientskiy bazasi bor, tayyor joy. Akalar, joyimizni ko'rdinglar, ikkita xona, o'zini qo'shimcha skladlari ham bor. Umumiy hisobda 100 kvadrat, arenda narxi shikalat narxda atiga 4 million 200 ming so'm ekan. Biznes narxiga keladigan bo'lsak, 45 ming dollar qo'yildi. Pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Bitta telefon qilib baraka qilib yuborsanglar bo'ladi.